Mana gosuslugi ekran zapis mana shu. Qaranglar, mana ketyapti. Mana Sberbankga kirganda Sberbank o'chirib qo'yyapti, ekran zapis mumkin emas ekan Sberbankda. Akalar, bilmayman bu serial qachongacha davom etadi, to'g'ri tushirasizlar. Jon akalar, o'zi mana shu negativlarga yana bitta murojaatcham bor. Undan keyin mana shu qattiq video bo'ladi. O'sha umnilar, iltimos sizlardan bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Xudoga shukr, o'zim ishim bor mana. Bugun ham shuncha ishim bor mana. Ishonmasangiz. Mana 15 Pro Max. Shu telefonni o'zidan 30 ming pul olaman. Mana ishim tiqilib yotibdi, Xudo xayrini bersin. Menga 500 rublga kerak emas. Agar vallohi meni maqsadim pul ishlab soqqa qilish bo'lganda, shunaqa odamlardan, xalqdan, men senga ko'rsataman skrinshot qilib. Telegramda o'zidan 1000 ta, Instagramdan 2000 ta odam yozdi. Har bittasidan 500 rubldan olganda men do'konda yopib ketaverardim. Menga kerak emas, to'g'ri tushungan. Men shu narsani boshladimmi, oxiriga yetaman. Bugun ham mana so'zlar isboti bilan sizlarga mana bitta telefondan ekran zapis qildim. Mana hozirlarga qo'yib beraman. Men buni hozir bildim. Mana o'tib ketadi. Sberbankdan chiqqandan keyin kurs turadi. Mana SMSlar kelyapti. Jarayonni polni videoga olganman. Oxirida o'sha tayyor bo'lgani mana shu bolanikini polni qilib berganmiz. Mana oxiri mana profil ko'ryapsizlar. Hammasi tayyor. Iltimos. Instagram bilan Telegram yorilib ketgan. Hammasiga xudo xolasa mana shu video tayyor bo'lganda hamma menga kim yozgan bo'lsa, hammasiga bitta tashlab chiqaman shu videoni, ko'rib o'zlari ochib oladi.